Demak, qisqacha qoidalar tushuntirib o'tildi. Asosiy jang esa boshlanish arafasida. Ha do'stlar, ushbu qarama-qarshilik 80 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tadi. Bilasiz, Hotanbek Boynazarov yarim o'rta vazn toifasi 77,1 kilogrammda faoliyat olib boradi. Har ikkisi g'alabali seriyaga ega, mag'lubiyat yo'q. Birinchi raund boshlandi. Aytib o'tilganidek, Hotam Boynazarovning bazasi belbog'lik kurash va buni MMA'da ajoyib tarzda qo'llayotgan vakillarimizdan biri sanaladi. Albatta, Hotanbek Boynazarov ayni damda O'zbekiston MMA vakillari ichida eng uzun g'alabali seriyaga ega jangchilar qatoriga kiradi. 12 g'alabali seriya bu ancha-muncha gap degani, chunki UFC'ga yaqin turgan jangchilarimizdan biri. Ha, Warriors chempioni. Magomed Habib Ramazanov esa yaxshi qo'l, aniq. 5 g'alabali seriya qayd etgan Magomed Habib. Barcha g'alabalari muddatdan avval, 4 ta g'alabasi birinchi raundning o'zidayoq, umuman hakamlar qarorigacha jang qilmagan bu jangchi. Demak, bugun testdan o'tishi mumkin yoki mana o'zining belbog'lik kurashini ko'rsatib qo'ydi mana do'stlar. Demak, birinchi urinishdayoq takedown amalga oshyapti. Ha do'stlar. Mana bunday vaziyatda ajoyib foydalanadi Hotam Boynazarov. Panjarani ushlamaslikni aytdi referi. Nazoratni amalga oshirishga harakat qilyapti Hotanbek. Biroz qiyin bo'lyapti albatta. Yana bir takedownga harakat qilib ko'radi. Chiqib ketdi albatta Ramazonov. Hotanbek Boynazarov Hamza Chimayevning sparring partnyor hisoblanadi. Buni ham eslatib o'tamiz. Kerakli o'sha mashg'ulot yig'inlariga aynan Hotanbekni Hamza Chimayev taklif etadi. Ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshi. Navbatdagi takedown amalga oshish arafasida bo'ynini berib qo'ymaslik kerak. Gilotinaga o'tib ketish arafasida yo'q. O'xshamaydi bu yerda gilotina. Hotanbek hammasini to'g'ri qildi. Yon tomondan nazoratni amalga oshirishadi. Bekmountga o'tib ketyapti. Boynazarov qulatyapti raqibni. Boynazarov lekin ushlab turish oson bo'lmayapti. Shuncha chandiqni ko'ryapmiz Magomed Habibning tanasida. Juda kuchli tizza zarbalari. O'sha Warriors chempionlik kamari uchun jangda ozarbayjonlik Tohir Abdullayev bilan ham jang xuddi shu ssenariy ostida kechgan edi do'stlar. Hotam Boynazarovning birinchi murabbiyi Azizbek Mirkomilov hisoblanadi. Hozirda Nurullo Mirzayev qo'l ostida mashg'ulotlar olib boradi. Shuningdek, Taka MMA Fit zalida Husan Majlimov qo'l ostida ham tayyorgarlik olib boradi do'stlar. Klinch holatida tizza zarbalarini yo'llayapti Hotanbek. Astoydil harakat qilyapti chiqib ketishga. Ramazonov yaxshi nazoratni amalga oshiryapti. Boynazarov umuman olganda Boynazarovlar polvonlar sulolasi sanaladi. Bekmount qiyin holatga tushiryapti raqibini. Hotanbek. Zarbalar kerak, mana shunday zarbalar. Bo'g'ishning imkoni bo'lmayaptimi? Zarbalar yo'llayverish kerak. Ha do'stlar, ha!
davom etmoqda. Ketma-ket zarbalar bilan Boynazarov so'nggi 10 soniya biroz vaqt yetmayapti-da. Referi ham o'zi aktivlik so'radi raqibdan. Bo'lmasa jangni to'xtataman dedi. Va shu tariqa birinchi raund o'z poyoniga yetyapti. Ustunlik Hotam Boynazarov tarafida. Og'ir jang bo'lyapti dog'istonlik jangchi uchun. Takroriy lavhalar namoyish etishadi. Boshida zarbalar ham o'tdi yetarlicha. Hotam Boynazarovni ushbu jangga tayyorgarlik ko'rish jarayonida bir qator belbog'li kurash vakillari ham yaqindan yordam berdi. Jumladan o'sha jahon chempioni Husniddin Ro'ziyev, Azam polvon, Muhammad polvon, Doniyor polvon, ular polvonlar. Asilbek Muhammadjonov, Asrorbek Anvarjonov, ba'zilar qolib ketgan bo'lsa aybga buyurmaysiz. Demak, ikkinchi raund boshlanmoqda do'stlar. Eslatib o'taman, bu jang asosiy jang bo'lgani uchun 5 raund bo'lib o'tadi. Va haftadan 5 raundgacha cho'ziladimi degan savol ham uyg'onib qoldi birinchi raundni ko'rib. Ertaroq tugay qolsin, albatta. Otambek Boynazarov g'alabani ertaroq nishonlasin deb umid qilamiz. Yuqoridagi fikrimni tugallab qolaman. Boynazarovlar polvonlar sulolasi sanaladi. Ukasi Odilbek Boynazarov takedown. Ko'pkari, ya'ni uloqchi, otasi ham Ne'mat polvon, yanglishmasam agar. Mana shunday polvonlar sulolasidan. Va ikkinchi raundda ham jang parterga ko'chyapti. Ustunlik hamyurtimiz tarafida. Zarbalar bilan davom ettiryapti Otambek Boynazarov ushbu holatdan. Ajoyib. Back mount. Mana endi vaqt ko'proq. Mana endi hali to'liq o'ta olmadi oyog'i. O'tkaza olmadi. Ramazanov qoldi. Yaxshi. Kerak mana shunday hammerfistlar. Yo'q, bermaydi. Zarbalar. Hozir pozitsiyani yaxshilashga Kimurami? Otambek va Kimuraga olmoqda va jang o'z poyoniga yetyapti do'stlar. Ajoyib g'alaba. Otambek Boynazarov muddatidan oldin Kimura bilan jangni o'z yakuniga yetkazyapti. Do'stlar, albatta ushbu ajoyib g'alaba bilan tabriklaymiz barchani. Eng qizig'i, raqib taslim bo'lish belgisini bermagan ekan va norozi bo'ldi referidan hozir jangni to'xtatgani uchun. Referi esa menimcha qulog'iga "Men seni sog'lig'ingni o'yladim" deb qo'ygan bo'lsa ajab emas. Do'stlar, mana takroriy lavha kuzatamiz. Qani? Mana Kimuraga o'tib ketayotgan bir palla. Kimura mana baqirgan ekan. Baqirgan, lekin mana norozilik bildirgan, hozir ko'rasiz. Taslim bo'lmagani uchun, aynan taslim bo'lish belgisini bermagani uchun norozi ekanligini aytganman edi. Lekin o'zi baqirish ham mumkin emas o'zi aslida. Referi istalgan vaqtda jangni to'xtatishi mumkin. Nima bo'lganda ham 13-g'alabali seriya va 13-si
yana bir mag'lubiyatsiz jangchi ustidan bo'ldi. Bu albatta oddiy g'alabadan ko'ra ming chandon yaxshiroq. Ha do'stlar, Mangu Ligasining ilk turniri mana shunday yuqori notada yakunlanyapti do'stlar. Markaziy jang Hotamboy Nazarov g'alabali seriya davom etadi. Navbatdagi jangi esa albatta okean ortida Amerika Qo'shma Shtatlarida UFC'da bo'lishini istardik. Bunga u juda ham yaqin. Mana Nurullo Mirzayev, Feruz Usmonov. Markaziy jang g'olibi, победитель главного boya вечера O'zbekiston Andijon Hotabek Boynazarov. Rasmiy e'lonni ham eshitib oldik. Hotabek Boynazarov asosiy jang g'olibi. Mana raqib